Hürmetli vatandaşım, bugünkü haberimizni, leksiyamizni başlaymiz. Leksiyada Sidqati Rozi, Washington'dan sözleyimiz. Mavzu mundaq. Şarkı Avrupaga kengeyiş. NATO Jungo'nu nişan kıldı. Mavzulu haber 7. ayının 8. günü Dovi Torbeti ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. 2 yılda bir qitim eçiladigan NATO'nun yuqori derecelikler yığını 7. ayının 8. günüdün 9. günügacha Polşanın Varşava şehrinde ötküzüldü. NATO'nun katibi Stoltenberg 8. günü mundaq ko'rsatdi. NATO'ga a'zo davlat rahbarlari yangi asrdagi xiristlarga yo'zinib, tahdidga qarshi mudofaani kuchaytirishni qaror qildi. NATO O'rta va Sharqiy Yevropada harbiy ishlar bo'yicha mavjud bo'lib turishi kerak. NATO O'rta va Sharqiy Yevropada harbiy ishlar bo'yicha mavjud bo'lib turishi kerak. Baltiq bo'yidagi davlatlar va Polshaga 4 brigada askariy qism o'rinlashtirish kerak deb ko'rsatdi. NATO'nun tez, NATO kudretlik, texmi köp tayyorlik bilan harbiy ittifoqqa aylantirish uchun bu qatam Varşavada ochilgan NATO'nun yuqori darajaliklar yig'ini Sharqiy va O'rta Yevropada askar turg'izish planini o'ttirg'a qo'ydi. Avvalgi tayyorliklardan keyin navbatda muqamlashtirishga bo'ladigan NATO Baltiq dengizi bo'yidagi 3 davlat Azaniya, Latviya, Litvan hamda Polsha qatorliq 4 davlatga 4 brigada necha ming kishilik ko'p davlat qismlari o'rinlashtiradigan bo'ldi. Onundan başka yuqori darajaliklar yig'ini NATO yuqori darajaliklar yig'ini Ruminiyaga bir brigada ko'p davlat qismlari o'rinlashtirish asosida Janubiy va Sharqiy Yevropa taraflariga bir plan tuzadigan bo'ldi. Bu NATO'nun soğuk münasebetler urushi oxirlashgandan keyin tunji qatimliq zo'r ko'lamlik harbiy ishlar kengayishidir. NATO'nun O'rta va Sharqiy Yevropada harbiy jihat kengayishini keltirib chiqargan bevosita sabab O'rta va Sharqiy Yevropa ellari Ukraina krizisidan keyin tahdid his qildi. Bu davlatlar NATO'nun bu davlatlarda askar turg'izishiga murojaat qilib, NATO harbiy ishlar o'rinlashtirish orqali Rossiyaning harbiy ishlar faoliyatlariga taqobil turmoqchi bo'ldi. Lekin NATO'nun bu hareketi Rossiyaga harbiy tahdidni kuchaytirib qolmasdan Rossiyaning shu davlatlarga tajovuz qilib kirishining oldini olishli emas. Lekin bu xil harbiy o'rinlashtirishning kayniga texmi zo'r nishon Jungo qo'yilgan edi. Jungo'nun tezlik bilan bosh ko'tarishiga ergishib, Jungo'nun qo'li NATO'nun yurak qismiga sunildi. Jungo O'rta va Sharqiy Yevropadagi 16 davlat bilan birga 16 davlat bilan bir qo'shilgan 17 hamkorlik bankisi qurilib bo'ldi. Jungo Sharqiy Yevropadagi 16 davlatga bir Jungoni qo'shganda 17 davlat hozir hamkorlik bankisi qurib bo'ldi. 2013-yili Jungoning raisi Xi Jinping va davlatning vaziri Li Keqiang hokimiyat beshiga kelgandan keyin Jungo bu raylarga diqqat qilishni ro'shan holda kuchaytirdi. Bo'libmi bu yildan boshlab Rais Xi Jinping bu rayonda Chex Cumhuriyati, Serbiya, Polsha qatorliq davlatlarni ziyorat qildi. Jungoning bu rayonlarga ichkirilab kirishidan NATO ehtiyot qilmasa bo'lmaydi. Sharqiy O'rta Yevropadagi 16 davlatning ichida 12si NATO'ga a'zo davlat. Yaqinda Qoraqalpoq davlati NATO'ga a'zo bo'lish oldi turgan davlat bo'lib qoldi.
Hozir NATO to'g'risida yaqinda NATO'ning Varshavada ochilgan yig'in to'g'risida so'zlayapmiz. Bular arqa tarafda hozir bu maqola deyildiki, Jungoni nishonga oldi deydi. O'ylab ko'ringlar vatandoshlar. Qachonda bir chog'larda Varshava shartnomasi deydigan bir harbiy bilov, harbiy ittifoq bor edi yoki harbiy salon bor edi, harbiy klub bor edi Rossiya Sovetlar boshchiligida. Bugun endi 25 yil o'tmay bu aralıqda nima ish yuz berdi? Bugun Varshavada Varshava shartnomasiga a'zo davlatlar guruhining yig'ini emas, NATOga a'zo davlatlarning yig'ini, yuqori darajaliklar yig'ini ochildi. Demak, bu maqolada ko'rsatilishicha bugun NATOning Varshavada ochilgan yig'ini Jungoni nishon qildi deydi. Buningga munosabatlik yana ikkinchi bir maqola va uni yani kelar navbat tanishtiramiz, lekin maqolaning hozir davomini anglaysizlar, hurmatli vatandoshlar.